O'ylab gapir, ahmoq. Yaxshimisan? Siqilmay o'tiribsanmi? Ha aka, nimaga keldingiz? Ustimdan kulgani keldingizmi? Ko'p gapirmagin. Aka, jonim. Ha, o'zing qulovingda. Aka, tabriklang, keliningiz homilador, yaqinda o'rda bo'laman. Shunaqa xursand bo'lman, aka, o'zimda emasman. Tabriklayman. To'xtang. Suyunchi aka, suyunchi. Ha. Xos. Mana, kam bo'lsa ham ko'p o'rnida ko'rasan. Vop. Aka, jani chiqishiga nima qilib berasiz? To'xtang, o'zim aytaman. Katta oformleniya. Ani qimmat mashinadan 2-3 ta taxlab tashlaysiz. Ani maskalar kiyib olishadi, Mickey Mouse'mi? To'y qilmoqchimisan? Ha? Kerak bo'lsa to'y qilaman, butun mahalla bilsin, qarindosh urug' hamma bilsin aka. Agar bunaqa dabdaba qilib, to'y qilib olib chiqadigan bo'lsang, bolani raddomdan. Mana hech kutma. Tushunmadim. Sizni bolangiz yo'q-ku, bo'lmayapti ham. O'ylab gapir, uka. 6-7 yildan oshdi uylanganingizga. Yengillik bormi deyishga ham odam uyalyapti. Qatizdir achyapti aka. O'ylab gapir, ahmoq. Ha, u yaxshi. Alam qoting, to'g'rimi? Akamda xursandchiligimni bo'lishgani kelma. Bir gram ham xursand bo'lmayapsan-ku. Sen baxtsiz bo'lsang, boshqalar ham baxtsiz bo'lish kerak degan emas, tushundingmi? Ich qora. Kuling, nimaga kulmayapsiz aka? Qarang, og'ir ahvoldaman. Bolam tushib qoldi. Keliningiz reanimatsiyada. Kuling aka, mazza qiling ustimdan. Agar yana ozgina gapirsang, o'ngini burchiga buklab tiqib qo'yaman, tushundingmi? Sana aqling hali ham kirmabdi. Demak, hali ham xafasan. Sharoitim bor, so'ragan narsani qilib bera olardim. Lekin sen meni o'ylamading. Meni o'ylamasang ham kenayini o'ylasang bo'lardi. Necha yildan beri farzand og'ida yashayapmiz. Ya, sen o'ylamaysan bunaqa narsalar. Chunki seni orzu havaslaring bor. Isrofni o'ylama mayli, lekin bayram qilib, to'y qilib bolangni olib chiqsang, mahallada qancha odam bor farzandli bo'la olmayotgan. Ularning yarasini yengilab qo'ymasmiding? Xo'p. Shu holatda ham farzandingni raddomdan bayram qilib olib chiqib keta olaysanmi? Shunisini o'ylamanmi aka? O'ylamaysan. Mayli, buni ham bir hikmati bordi. Keyin ovqat beraverdi. Usulida yeyver. Uka, siqilib o'zingni yevorma, xo'p? Hali Alloh ko'p farzand beradi senga. Charchama. Kechiring aka.